Navro'z aka, farzandsizlik nima? Agar 1 yil davomida muntazam aloqa qilinadigan bo'lsa, lekin homiladorlik kuzatilmasa, bu farzandsizlik. Farzandsizlikda ayol aybdormi? Yo'q. Hozirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 40% ayolda, 40% erkakda muammo bo'ladi, 20% boshqa kasalliklar sabab bo'ladi. Erkakning sog'ligi farzandsizlikka ta'sir qiladimi? Ha, ta'sir qiladi. Urug'i sifati, aktivligi, morfologiyasi, denka hamda matriz analizlari farzandsizlikda muhim tekshiruv usuli hisoblanadi. Ayollarda eng ko'p uchraydigan sabablar. Ayollarda hay sikli buzilishi, follikuli yaxshi o'z vaqtida yetilib yorilmasligi, turba naylarini bekilib qolishi. Stress farzandsizlikka sabab bo'ladimi? Ha, stress omillari gormonlar funksiyasini buzadi. Ayollarda shuni hisobiga follikuli yaxshi yetilib yorilmaydi, erkaklarda sperma sifati tushib ketadi. Sizda ham farzandsizlikda muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, ekraningizdagi mana shu raqamlarga Telegramdan yoki telefon orqali bog'lanishingiz mumkin va meni o'z tavsiyalarimni olishingiz mumkin.